Bolajoningiz telefonsiz ovqat yemayaptimi? Men sizga ikkita oson yo'lini o'rgataman. Ya'ni dasturxonda o'tirganda ota-ona chiroyli suhbat quryapti, bolajonlar, okalar yaxshi odobli bo'lib o'tirishibdi va ovqatni xotirjam yeyishyapti. Televizor ko'rib, telefon ko'rib emas, bir-biri bilan shirin suhbatda. Bola shuni ko'rib, u ham shu narsa qilishim kerak degan ko'nikma hosil qiladi. Agar bizni onasi gapiraversa, bolasini urishsa, ada telefonda gapirib unaqa qilsa, ovqat yeyaversa, bola kimdan o'rganish kerak? Ikkinchi sababi, bolajonni birdaniga qozon ovqatlarga o'tkazishdan oldin har bitta qozonga tushadigan mahsulotlarga bittama-bitta sinama o'tkazishimiz kerak. 4-6 oyligida ko'nikma hosil qilishimiz kerak. Biz o'sha poliz ekinlarni lovlagidan tashqari hammasini brokoli, tsvetная kapusta, hammasini qilib qaynatib o'shani suvidan berishni boshlaymiz. Tuz solsa bo'ladi. Undan keyin bu poliz ekinlariga o'rgangandan keyin poliz ekinlarini o'zini blenderdan o'tkazib quyuq holatda berishni boshlaymiz. Unga ko'nikma hosil qiladi. Undan keyin fruktiliga o'tsak bo'ladi. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarga svejiy fruktili mumkin emas. Ularga faqat pishirilgan, teploobработкадан o'tgan fruktili. Ovishlarga o'rgatganimizdan keyin go'sht suviga o'rgatamiz. Keyin go'shtni o'ziga o'rgatamiz. Ikkalasini qo'shsa qaynatma sho'rva bo'ladi. 7-8 oylikdan qozon ovqatga o'tishni boshlaydi. Mana shunaqa qilib sekin-sekin ko'nikma hosil qilamiz va bolajon ovqatga o'tadi. Agar shu bergan maslahatlarimizga qaramasdan bolajoningiz ovqat yemayotgan bo'lsa, qandaydir kasallik boshlanayotgan bo'lishi mumkin. Uning uchun konsultatsiyaga zapis bilan kelib yozilishingiz mumkin.